Devorni tayyorlamasdan turib bunga ishlov berish, rasm chizish, aboy yopishtirish va hokazo ishlarni qilish bu fundamentsiz uy qurish bilan tengdir. Assalomu alaykum aziz o'rtoqlar. Bugun sizlarga shu devorlar qanaqa to'g'ri tayyorlanishi, mahsulotni surilishi haqida to'liq ma'lumot yetkazib beramiz va qisqacha tushuncha berib ketamiz. Bu uchun kerak bo'ladi bizga mix mahsulotimiz, primer va birga bitta gruntovka. Biz bugun ya'ni o'sha devor yuzasi, ya'ni yuza hisobida o'sha o'zimizning MDF oldik, ya'ni doskamizni oldik. Birga bitta gruntovkani vazifasi nima? Ya'ni birga bitta gruntovka bu chang oladi deyotgan bo'lsanglar, qisman qo'shilaman, lekin uni davomi ham bor. Chunki birga bitta gruntovka bu chang, ya'ni yuzani changdan xolis qiladi va uni asosiy qiladigan ishi uni ustiga suriladigan, ya'ni vositachini to'g'ri yuziga tarqatib beradi. O'shaning uchun birga bitta gruntovkamiz uriladi. Biz hozir buni ustiga birga bitta gruntovkamizni urib olganmiz. Ya'ni vaqtdan yutish uchun, to'g'ri tushunasizlar. Uni ustidan keyingi etapimiz, ya'ni primer mahsulotimiz bor. Primer degan, ya'ni mahsulot bu nima? Ya'ni uni vazifasi va nima ishni bajarib beradi. Birga bitta gruntovkamiz, ya'ni changni olib tashlab, buni ustiga uriladigan vositachi, ya'ni vazifasini bajaradigan bo'lsa, primer ham xuddi shu vositachi vazifani bajaradi, faqat uning ichida qumi bor. Sizga kerakli bo'ladigan yuzani bir xil tonga olib keladi. Ya'ni bugun biz mix mahsulotimiz, ya'ni oq bo'lganligi uchun uni tagiga oq primerni berib olamiz. Agarda kimgadir to'qroq rangni chiqarish kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu mix mahsulotidan buning uchun, ya'ni primer bizga kerak bo'lmaydi. Ya'ni sizlar o'sha birga bitta gruntovkaga to'qroq rang tayyorlab turib, bir xil yuzaga surib olib, uni ustidan keyin mix mahsulot sursanglar bo'ladi. Hozir shu primer mahsulotimizni to'liq yuzaga qoplama sifatida, ya'ni qoplab olamiz. Ya'ni bir xil yuzani oppoq qilib olamiz. Ya'ni uni ustiga suradigan mix mahsulotimiz tegidan dog' bermaydi, qanaqadir pitnoli bo'lmaydi. Ya'ni chista oppoq listga ishlaganda mazza qilib hudojniklarimiz ishlashadi. Ko'rayotganinglardek primerni birinchi sloyini uryapmiz. Shu yerda ham, ya'ni o'sha yopish darajasi to'g'ri ishlayapti. Ya'ni qanaqadir dog' bermayapti, yoki qayerqadir ketib qolmayapti. Ya'ni o'z vazifasini to'g'ri bajaryapti. Sizlarga to'q yuzaga uriladigan joyi kerak bo'ladigan bo'lsa, agar suvoni ustidan qilmoqchi bo'lsanglar, ya'ni primer shart emas. Chunki suvoni o'zida ichida qumi bo'ladi. Ya'ni svязка to'g'ri yopishadi. Gruntovkani o'zini to'q rangga keltirib olib, ya'ni to'q qilib bo'yab olsanglar, sizlarga hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Primerimizni birinchi sloyini surib oldik. Bu o'zi qurish darajasi 2 soatda quriydi. Biz hozir, ya'ni fendan foydalangan holatda tezlashtiramiz jarayonni. Chunki biz ikkita sloy urishimiz kerak. Nimaga deydigan bo'lsanglar, ya'ni yuzi oppoq bo'ladigan bo'lsa, ustiga suriladigan mahsulotlar ham ideal bo'lib chiqadi. A few minutes later. Mana o'rtoqlar, primerimizni ikkinchi sloyini ham berib, buni quritib oldik. Shu vaqtdan yutish uchun. Qisqacha o'rtoqlar, qo'shimcha ma'lumot. Primerga necha foizgacha suv qo'shish kerak degan savolingizga, ya'ni 10% gacha suv qo'shsanglar bo'ladi. Undan ortiq mumkin emas. Nimaga deydigan bo'lsanglar, ya'ni buning ichiga qo'shilgan dabavkalar faqat 10% suv bilan to'g'ri reaksiyaga kirishadi. Agar undan ko'p suv qo'shadigan bo'lsanglar, ya'ni kirishadigan reaksiyasi, ya'ni miqdori oshib ketadi. Ya'ni funksiyasi buzilishi mumkin. Hozir Fozil bu mahsulotni surib, ya'ni nanisani qilib bergunlargacha men bu mahsulotlarning xususiyati haqida qisqacha ma'lumot berib boraman. Birinchisi bu suvliga chidamliligi, ya'ni nimaga suvga chidamli deydigan bo'lsanglar, bu chunki tabiiy toshlarni, ya'ni uni maydalab, o'sha ya'ni zichlashtirganmiz, ya'ni polimerni ko'rinishga olib kelgan, polimerni zichlashtirilgan. O'shaning uchun bu suvdan qo'rqmaydi, ya'ni namlikdan qo'rqmaydi. Tosh, bilasizlar, bu tabiiy mahsulot, ya'ni tabiiy jism. Suvda ham, issiqda ham, sovuqda ham har doim turadi, o'z xususiyatini o'zgarmaydi. Shuning uchun biz, ya'ni tabiiy toshlarni maydalab, buni jiddiy ko'rinishiga olib kelib, shundan foydalanishinglarni maslahat beramiz va tajribada sizlar ko'rganmiz. Ikkinchi xususiyati bu mustahkamligi, ya'ni nimaga mustahkam deydigan bo'lsanglar, tosh hisoblanadi. Shuning uchun toshning mustahkamligi bu jamiki temir, beton, yog'och hamma narsadan mustahkam hisoblanadi. Mix mahsulotimiz tosh bo'lishiga qaramasdan, buni surilishini hozir yaqindan bitta ko'rsatib beramiz. Bittada ham silliq. Bu mahsulotda iloji bo'lsa, komnatniy temperaturada, ya'ni urilsa
yaxshi bo'lar edi, chunki buni qurish darajasi, ya'ni o'shani xususiyati komnatniy temperatura, ya'ni +10 dan +35 gacha deb hisoblanadi. Agarda +40, +45 havo temperaturasi juda ham isib ketadigan bo'lsa, ya'ni buni reaksiyaga kirishi tezlashadi va tez qotib qoladi. Sizda qanaqadir muammolarga olib kelishi mumkin. Ya'ni ishlash prinsipi tezlashib ketadi. Usta ishlayotganda qiynalib qolishi mumkin. Shuning uchun iloji bo'lsa +10 dan +35 gacha. +35 ham o'zi bu katta temperatura hisoblanadi. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, biz birinchi pastdan tepaga qarab tortdik. Nimaga deyishinglar mumkin? Chunki bu shpaklyovka emas. Buning ichida mayda mikrolar, ya'ni fraksiyaga bo'lingan toshlari bor. U ko'zga ko'rinmaydi. Agar sizlar to'g'ri his qilmasdan tortadigan bo'lsanglar, ya'ni sizlarga katta stik olib kelishi mumkin. Ya'ni quriganda bilinadi, hozir ko'rinmaydi. Shuning uchun biz pastdan tepaga tortamiz-da. Chunki tepadan pastga olib tushganda kichkina miqdor qoladi, to'g'ri yedirish uchun, ya'ni ishlashga oson bo'lishi uchun. Agar tepadan pastga tushadigan bo'lsanglar, u sizlarga qanaqadir qiyinchilik olib kelishi mumkin. Bu mahsulotni surilgandan so'ng, ya'ni 2 soat o'tib, ikkinchi sloy surishinglar mumkin. Nimaga 2 soat deydigan bo'lsanglar, ya'ni selga oladi deymiz biz o'zimiz tilda. Ya'ni o'zini namligini yo'qotgandan keyin, ya'ni suvini yo'qotgandan keyin uni ustidan ikkinchi sloy ursanglar bo'ladi. Asosiy necha kunda qotadi, necha soatda qotadi deydigan bo'lsanglar, bu mukammal qotishiga 3 kun vaqt ketadi. Ya'ni surib bo'lganinglardan keyin 3 kundan keyin mukammal qotib, ya'ni bor reaksiyaga kirishib, o'z darajasini yanada funksiyasini oshirishga xizmat qiladi. Sizlarga yana bitta qo'shimcha ma'lumot, ya'ni buni afzallik taraflari nimada deydigan bo'lsanglar, asosiy mikrotreshinalarni yopishga yaxshi xizmat qiladi, ya'ni yorilmaydi. Bittada yopsanglar to'g'ri yopib, ya'ni yuzani tekislashga xizmat qiladi. Lekin bu mikrotreshina degani bu katta, ya'ni asadga berib, katta treshinalarni yopadi degani emas. Chunki asosiy bilasizlar, asadga nimadan beradi? Fundament cho'kkan sari, ya'ni devorli katta yorilishlar hosil bo'lgandan keyin sizlar nima mahsulot bilan qiladigan bo'lsanglar, bu treshini yopa olmaysizlar. Mana bugungi devorimizni ham tayyorlab oldik. Mix mahsuloti haqida qisqacha ma'lumot berdik deb o'ylayman. Agarda kamchiligimiz bo'ladigan bo'lsa, aybga buyurmaysizlar. Bu birinchi videorolikimiz. Xudo xolasa bundan keyingilarga biz to'liq, ya'ni ma'lumot berib, sizlarga asqotadigan informatsiyalarni yetkazishga harakat qilamiz. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Kontrast jamoasi sizlarni professional usta qilib yetishtirishga o'z hissasini qo'shadi va qo'lidan kelgancha yordam beradi. Inshaalloh hammamiz birgalikda bu ishlarni amalga oshiramiz. Hammaga rahmat.